Assalamu alaykum. Assalamu salonga bal xanım qızlar, yaxşılarmı? Assalamu mana otasılam. Bugün sizlarga so'zlab bermoqchi bo'lgan darsim bo'lsa sigaret, ya'ni sigaret pechensi. Buningga ketadigan materiallar tuzsiz seriq maydan 150 gram, undan 370 gram, qetiqdan 100 gram, tuxumdan 1 tal. Anadan podafindan 5 gram. Süt parashugi nepondan 100 gram, un şekerden muvafiq miqdarda, yanaq üzümlerden muvafiq miqdarda, anadan mundaq tortninki uvuqidan, yani muvafiq miqdarda tayyorlab olamiz. Anadan eris tayyorlab olamiz. Anda mana qiyiqchidan birini tayyorlab olamiz. Buning biz dastlabki ishlash jarayonimizda boshda biz mana uyning temperaturasida yumshatib olgan seriq meyimizni davra solamiz. Bunu biz unni silib, talqonlab ekimiz. Buni un talqonlab ekish uchun ikki qo'limizdan qilsak, mana yaxshi bo'ldi. Mana bu holatda ulab buni talqonlab ekib olamiz. Andan keyin shu sarmoy bilan un cho'qim yaxshi yeyilishi kerak. Endi bu materialga men bugun uyimda süt pıraq tugay qapti, şunu salmadım. Eğer bu olsa 5 gram süt pıraq sevasanglar teximizlik tem kirdi. Eğer o süt pıraq bulmasa salmasanglar buldu. Mana müştaq qilib biz buni müşahidat ekib oldik, xonimlar. Unalar ekib olgandan keyin biz buningga endi boshqa materiallarni solamiz. Masalan, qetiq, süt parashugi, podafin, tuxum degan materiallarni solamiz. Mana 5 gram podafini sevettik. 100 gram süt parashugiga neypon. Bunu saldık. Endi meslenge neypon yo'q qo'yib qolsa, nima salsanglar bo'ldi? Ferima salsanglar bo'ldi. 100 gram qetiqni saldık. Mana bir tal tuxumimizni sevetimiz. Endi miyadagi mavu şeker talqini, meğiz, üzüm, mavu, tort talqini deganlarni biz irislarni ichiga qijmi solishimiz. Biz mana hozir xamir olib ekib olaylik. Endi biz xamirimizni yug'urib tayyor qilib oldik. Xamirimizni mana musholat ekib oldik xamirni. Endi biz buni qo'yib turib, xamirni ichiga solgan qizmini tayyorlaymiz. Qizmisiga mana yanaqni solamiz. Üzüm yanaqlarni biroq sevamiz. Men buni ichi ozroq kunjutni sevatdim. Mana yanaq, üzüm, zimat, kunjut qo'shib sevatdim. Endi biz bunga ma tortniki uvuqidan ma yeşil joy tort dedi. Şuna uvuqi bor, şunu soldim. Staqqa uvuqlar bo'p salsanglar bo'ldi. Bu miqdorga oz qiyam ketadi endi. Tekrar aralashtirib oldik. Endi biz bunga eris solamiz. Erisdan bir qoshiq solamiz. Mana işte cüpleştirish orqali hatta sigaretning qijmisini tayyorlab oldik. Tayyorlab oldik. Endi biz hanım qizlar mana xamirimizni tayyor bo'lgan. Biz bu xamirimizni ochamiz. Açqa vaqtimizda cho'qim nepizroq qilib ochamiz. Agar nepiz ochmasak, bu pishish jarayoni ko'p emasmi? Ko'pgandan keyin bir xil ko'rimsiz ko'rinib qoldi. Buni ochqa vaqtimizda yana shu nepiz un chechibchi. Uni chechib turib astanglar bo'ldi.
Mana. Mustaqni biz içi oldik. İçini bunun çöğürsünü biz tekşilib olamiz. Tekşilib, endi biz buni yana shaklini chiqarib ochamiz. Kesimiz. Bundaq shakl chiqarib oldik. Endi buni yana shakl chiqaramiz. Mana xanım qızlar, bayanqı sigaretimizni bizim şu taraqida chiroyli tizib, bezib ilib, lis qo'yib olgandan keyin 180 gradusda 20 minut atrofida pishiramiz. Mana shu chog'da buning osti mana bunday qizarib pishirdi. Tepi yana ham o'xshash, bunday oqish turdi. Ammo shu qiziq vaqtida biz buningga shakar salqin chechamiz. Yaxshi ko'rsangiz, tatliqni qarab